Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Ro'son ko'mir bazasi. Bu bazamizdagi ish jarayonlari bilan qisqacha tanishtiramiz. Bazamizda bot ko'mirlardan belolma simichka ko'mirlari, bu yoqda murdashligi bo'ladi. Simichka ko'mirlarimiz razmeri 1 sm dan 3 sm gacha bo'ladi. Standart razmerda. Bu yoqda ham belolma simichka ko'mirlari. Bu yoqda murdash arechka va belolma arechka ko'mirlari. Bu ruchnoy kotollar uchun bo'ladi. Murdash ko'mirimiz universal bo'ladi. Katolga ham, pechka, xonadon pechkalariga ham, oddiy pechkalar uchun ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Zaxiralarimiz juda ham ko'p. Eng ustunlik tarafi ko'mirlarimiz quruq holatda bo'ladi. Sababi ko'mirlarimiz mana bunaqangi katta bunkerli angarda saqlanadi. Ko'mirlarimizning fraksiyasi bo'yicha arechka ko'mirlarimiz razmeri 3 sm dan 10 sm gacha bo'lib, mana shu holatda bo'ladi. Simichka ko'mirlarimiz esa 1 sm dan 3 sm gacha standart. Ko'rishinglar mumkin. Kimga shunaqangi sifatli ko'mir mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomerlarni qoldiramiz, telefon qilinglar, aytilgan manzilga, aytilgan vaqtda yetkazib beramiz.